Mani asal janalarim, mani maza qilib kuzatadigan hurmatli opa-singillar, ko'rib turganinglardek magazinga sizlar uchun yengilliklardan olib kelib qo'ydik. Bularni nafaqat ko'chaga yoki namazlik qilib, balki umralarda ham mazza qilib kiyasizlar. Chunki o'zim borganman, qanaqa material jonni rohatligini bilganim uchun sizlarga ipek namazliklardan olib kelib qo'ydik. Ko'rib turganinglardek egnimdagi rangi va Madinada kiyishinglar uchun qaranglar, yashilidan ham olib kelganmiz. Madinada albatta yashil kiyim kiyinglar, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ranglari va bu yoqda oq ham bor, ular oqni ham yaxshi ko'rganlar va bu yoqda bordovoy, bu esa har qanaqa ayolni bittada yoshartirib yuboradigan rang. Bilasizlar, bordovoy hech qachon trenddan qolmaydi. Bordovoylardan ham olib kelib qo'yganmiz va mana bunaqa rasvetkalari bu juda ham moda bo'ldi hozir. Bu yoqda esa juda ham современный rasvetkalari. Undan tashqari mana bunaqa bizda trendga chiqqan rasvetkalardan ham bor. Undan tashqari boshqa namazliklarimiz ham bor. Masalan, ko'rsangiz bo'ladi. Bunaqa fasonda bular